200 dan oshiq yangi novinkalarni qisqa obzor qilamiz. 3-qism. Bu oxirgisi video cho'zilgan bo'lsa ham hammasini bitta qilib yubordim. Birinchi ochadigan tovarimiz novinka emas, juda ko'p marta повтор bo'lgan ikkitalik curler. Bu fiksatorga ham zapros ko'p bo'lgani uchun qayta olib keldim. Qoshingizni kuni bo'yi akkuratni ushlab turadi. Sumchkalarda olib yurish uchun udobniy bo'lgan mini highlight, universalniy oq rangda. O'zini kisichkasi bilan komplekt bo'lgan, lab uchun kontur. Rangi bazaviy nude. Shiglim rumyanadan olib keling dedilar, analogidan olib kelib qo'ydim. Kачествоsi 10 dan 10. Sizdan shuncha kosmetika olib ularni hammasini qayerga qo'yamiz degan qizlarimizga ham ikki xil kosmetichka keldi. Bittasi klassический кожаный, bittasi Pinterest'dagi pushti kosmetichkalardan. Kushon ishlata olmaydigan qizlarimiz uchun oddiy jiddiy tonalka ham keldi. Naоборот, hammasini sumchkasida olib yurmoqchi bo'lganlar uchun kushon pudrasi bilan birga keldi. Qoshga fiksatori bunaqa variantidan ham sotuvda bor. Shotkasini обычный, tonalka sursam tegidan qizarishlarim ko'rinib qoladi degan qizlarimizga qizarishlarni neytrallashtiradigan yashil bazamiz sotuvda. Uni ko'rganlar ko'pchilik atir deb o'ylashibdi. Bu idealniy jiddiy highlighter. Yuz kattaroq yoki yuz dumaloq bo'lsa, bu konturing ayni olib ishlatishingiz kerak. Bu paletkamiz bo'lsa universal hisoblanadi. Ichida rumyana, highlighter, ten hammasi bor. O'sha meshokli kistichkalarimizdan Pinterest vibe beradigan pushti kistichkalarimizdan ham sotuvga keldi. Har safar reklama qilmasimdan tugab ketadigan metall tushlarimizdan ham bor.